Ну, krasavchik. Hali hayotimiz oldinda. Keyingi tug'ilgan kunlaringizda zo'r qilib nishonlaymiz. Lekin bugungisini ham nishonlaymiz. Bitta narsa aytaymi sizga? Tishimni kovagida olib qo'ygan pulim bor. $102,000 so'm. Bunga bitta pizza bilan napitka zakaz qilamiz. Hozir. Assalomu alaykum. Bizga bitta pizza bilan Xo'p, faqat tezroq. Kutamiz. Manzil belgilangan. Salomat bo'ling. Hali ko'p tug'ilgan kunlar qilamiz. Lekin hozir eng muhimi bo'lajak mehmonimizni sog'lom dunyoga kelishi. Malika opa, Ну, krasavchik. Necha marta aytganman? Malika opa emas. Malikam deng. Jonim deng. Ozginadan keyin onajonisi deb chaqirasiz. Hozir. Alo, Labi, buyurtmalarni olib kelgandim, olib chiqib ketasizlarmi? voy, iltimos, olib chiqib bera olmaysizmi? Liftimiz ishlamayotgandi. 8-etaj, 39-kvartira. Hozir. Sizga katta rahmat. Buyurtma qilganingiz uchun. Hozir men bu pulingizga sovg'a olib, o'g'lim yotoqxonasiga borib tabriklab kelaman. tinchlikmi, namuncha olib ketdi. Shahzod, Dada, sen payda nima qilyapsan? haligi просто keluvdim. Bu prostaga o'xshamayapti-yu. Nikoh o'qitib olganmisan ishqilib? Ha. Men o'g'limdan so'rayapman. Ha. Necha yosh farq bor oranglarda? 11 yosh. O'g'lim, xotining juda shashqaloq ekan. Shu shashqaloqligini 11 yil oldin erga tegishga ishlatganda
Xullas, buni hozircha oying bilmaysan. Yuragi ko'tarmaydi. Tug'ilgan kuning bilan o'g'lim. Ahmad dada. Sizni ham dada bo'lgan kuningiz bilan zo'r sovg'a olaman. Sovg'ani kattasini berding o'g'lim. Rahmat. Yo'lim to'sma yolg'on dunyo, ketib olay, poyin tavof etib olay. To'xta ey xalq, yetib olay, tobut mingan otam mening, hech topilmas donam mening.